Yangi Garri Potter seriali ichida hali yana ko'p qiziqarli hodisalar sodir bo'ladiganga o'xshaydi. Okean ortidagi manbalar bergan xabarlarga ko'ra, so'nggi vaqtlarda serial suratga olish maydonchasidan kichik suvenirlar judayam ko'p marotaba yo'qolib qolgan. Bir qarasa sehrli tayoqcha, bir qarasa uchar supurgi va hattoki plastmassadan yasalgan gamburgergacha. Avvaliga bu bir nechta bo'lgani uchun studiya bunga jiddiy ahamiyat bermagan. Biroq so'nggi vaqtlarda bu holat, yo'qolgan suvenir, maketlar soni keskin oshib ketgan. Shu sababli HBO Max har bir maket, har bir suvenir ichiga GPS chiplarini o'rnatib chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ko'plar bu o'g'rilikni orangizda qora tanlilar qilgan bo'lishi mumkin deya Papa Essiedoga belgi qilishgan. Jahon kino olamidagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatish uchun biz Media.uz Instagram kanaliga obuna bo'ling.